Xo'sh, mana videoni boshlab oldik. Bugun biz sizlar bilan 10 bitta bo'lganimizni nishonlaymiz. To'g'ri, 10 ta bo'lganimda screenshot qilmoqchi edim. 10 bitta bo'lib qolibmiz. Mayli, boshladik. Aytgancha, obuna bo'lgan har kimga rahmat. Va endi obunachilarni ko'ramiz. Mana video ketyapti. Nega obunachi Farruh 10 bitta, ko'rishlar soni esa 1 milliondan oshgan. 14 ta like, 3 ta komment, uzatish 2 ta. Nega? Sizlarga videolarim yoqmayaptimi? Axir nega ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar? Hech bo'lmasa like va kommentariy yozsa bo'ladi-ku. 3 dona kommentariy. Va keyingisi. Bu narsani ochig'i tushunmayman. Obunachilar deb qo'ygan. Lekin bola bor yo'q 3 ta-ku. Lekin menda 10 bitta obunachi bor. Buni tushunmadim lekin. Agar bu narsa nimaligini bilsalaring, hozir YouTube'da emas, galereyadaman. Agar kimdir shu narsani tushungan bo'lsa, arxo shu obunachilar kim bo'lsa ham obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Men ham sizlarga qaytarib obuna bo'lib qo'ydim. Agar shu videoni ko'rsalaring, kommentariy yozib qo'yinglar. Bu nima o'zi bu? Nima uchun bunday bo'ldi? Eng oxirgi deb yozib qo'yibdim uni burchakka, tepaga. Kanallar tepasidagi. Shunda bu 9, 10, 11 obunachilarimi shunda? Tushunmadim lekin. Mayli, Minecraftga qaytib olaylikchi. Obuna bo'lgan har kimga rahmat, lekin addishi meni 10 ta bo'lishimizni kutayotgandim. Bir kunda 10 bitta bo'lib qoldik. 9 dan 11 ga ko'tarilib, rahmat. Aytgancha men bir muhim narsani aytmoqchiman. Agar shu video chiqqandan keyin eng birinchi yozgan kommentariy egasini kanaliga kirib hamma videolarga like bosaman. Bu hech qanday fake bo'lmaydi. Har bir videodan kommentariyasiga like anaqa emojisini qoldiraman. Hech qanday fake bo'lmaydi. Bo'lmasa hamma kommentariyamga fake deb yozib chiqishingiz mumkin. Agar birinchi yozgan bo'lsangiz. Aytgancha, haykalda ham ancha payt qurdim. Menimcha bunga loyiqman. Aytgancha, bunga ham 1 dan 10 gacha baholab ketinglar. Eng birinchi yozgan odamga. Endi ozgina mushak boslik qilamiz. Bayram. Mayli, o'zi bu qisqa video bo'lishi kerak. Shuning uchun shu video chiqishi bilan eng birinchi kommentariy yozgan odamni YouTube kanali agar bo'lsa, YouTube kanaliga kirib hamma videolarga like bosib chiqaman. Va hammasiga kommentariyasiga o'sha like emojisini qoldiraman. Kanalimni rasmidan o'zlaring bilib olsalaring bo'ladi. Kim kimni yozganini. Xo'sh. Aytgancha, bu shader aslida. Mana shu shader ajoyib. Sizlar buni oldin ko'rgansizlar. Birinchi qo'ygan videolarimda bo'lgan. Mayli, bugun bayram. Uni o'ldirmayman. Kichikcha. Qisqa vaqt sizlar bilan endi ro'za bo'ldi. Aytgandek, kommentariy yozishni unutmang. Eng birinchi yozgan odamni hamma videolarga like bosaman. Aytgancha, bundan keyin challenge videolar olmoqchiman. Kimda ideya bo'lsa yozishi mumkin. Ichidan ma'qulini topaman va bajarishga urinib ko'raman. Hammaga xayr.